Qizim yaxshimi? Tushunmadim. Qizim? Lola. Lolani tuqqan onasiman. Xullas, senda gap bor. Nima gap? Bitta tanishimiz singlisi homilador bo'lib qopti. 16 yosh qiz. Bolani olishga kech ekan. Endi 3 oylik bo'pti bola. Shuning uchun viloyatga kelib shu yerda tug'moqchi bolani. Keyin berib yuborishar ekan. Nega? Erga tegmagan qiz sharmanda bo'ladi. Men bolani menga sotinglar dedim. Agar bola boqa olamiz desam, dadam ko'nmaydi-yu. Baxtiyor aka, ozgina kutaylik. Balki o'zimizda bola bo'lib qolar. Lazi ko'rding-ku, 2 marta ekuv qildirdik. Ke shu bolani biz olaylik. Uydagilarga nima deymiz? Homiladorman deysan? Bola 9 oyda tug'iladi-yu, nima deysiz? 7 oyda tug'ib qo'ydi deymiz seni. Lekin oyim bilib qolsalar xafa bo'larlar-da. Bildirmaymiz. Nimaga kelding? Senga pul berganmiz. Yana nima xohlayapsan? Bolamni yoki pulni? Qanaqa bola? Qizim necha yoshga kirganini bilasanmi? Endi bola esingga tushdimi? Sen voz kechganman deb yozib bergansan. Menda o'sha tilxatam turibdi. Demak, qizimni ko'rsatmaysiz? Yo'q. Unda pul berasiz. Olib bo'lgansan hamma pulingni. Yo'q. Tur yo'qol. Hozir urib haydayman. Bo'lmasa, boshqachasiga gaplashamiz. Qanaqa xohlasang gaplash. Tur yo'qol.